Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yurtdoshlar, do'stlar. Ishingizlar yaxshimisizlar? Xudo xolasa ostan ishchi kunlarim boshlanayotir. Videoni o'tirib bermaysizlar, oxiridan ko'rib, hamma vaqtdan qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Biz videomizni boshladik. Bilaman do'stlar, ko'p oldi video chiqarib olmay qoldim. Bir adashmasam 2-3 hafta oldu video chiqarib olmadim. Даже shorts ham qo'ya olmadim. Vaqt olmay turibdi. Doğrusu şu ben o'qiyman, ishlayman. Kurslarim bor, boshqa bor. Bulara chiqarib, bu yerda video olib, syomka etib, montaj etib, YouTube'a qo'yish biroz vaqt oladi, to'g'risini aytganda. Asta-sekin kunlar qizg'ana, hamma yer qor edamiz. O'zingizlar bilasizlar, qor, sovuq. Xorazm Urganchda bu narsalar bilasizlar. Bu yerlar qor, yomg'ir, izg'ir bo'lib o'tadi. Endi havolar qizg'ani uchun bularni ko'chaga chiqarib orqaga video syomka etib turibman. Hozir mana men Indiyaga kelib, to'g'ridan-to'g'ri yem bermadim bularga. Hozirgi videoda birinchi yem beramiz. Keyin sizlarga foydali bo'lgan maslahatlarni oxirgi videomda aytib o'tgan, tuxum yeb turibdi, tovuqlar to'q boshladi, lekin tuxum yeb turibdi deb aytgandim-ku. Chep davolasa oladi. Endi maslahatlaringizni yozinglar, ayrim odamlar. Rahmat. Bir ikki bratlarimizdan so'radikdan shularni amal etgan holda bir narsa sinab ko'rdik. Endi xudo xolasa shundan yordam berdi deb o'ylab turibman. Shu tuxumga girdi. Shu da o'birdi yana. Raketa deb aytadiganmi ikkinchisi bu joy. Bular lekin sal endi salqin oy bir yere chiqarib qo'ydim bularni. Bular pastellarni hammasini bular mekanlar yurib chiqardim. Eshikni ochib qo'ydim pastellarni. Bu yerda yurdi ular. Shuna sal bir yerni bardakatda bir yerda yurdi smasadim. Bir akkuratni yo'q taptaza turaveradi. Ketekda turadilar. Qishning kuni bir yana ko'chaga chiqarib bo'lmagani uchun bir yere chiqarib qo'yib yurdim. Sal kengroq yursin, ichida odam qisiq ketadi deb. Qolganlar hammasini depaga qo'ydim. Urushmasalar pastelladi. Shuna sal bir yerlar bardak. Hem Külonkada durduk belki. Külonkada bir de isparine demez bu. Köçe soğuk içen istirak boğuşu su aktı bir de. Eğer bakkan sular eşkin tenine akkan sularını bula buz karlarını yiyip sel şamarlatmayın da bulan. Dörtsü sel bunu nakit tut resmi adam okşap. Bulan da olaş gerekinde. Şamarlasın. Bir içen de bir cay tuğum doğmak hem istedik kopman. Birisi doktor halası vanda doksan halası banda doksan. Tüfelem günde bir tuğum doğadı. Şu doğu bir görünüşü gerek. Bulan yanında koşup koyan xoraz kanı deseyiz de o xoraz çoğu sel bize bilen çıkışmadı o. Ne için dese adam çok gitti. Adam çoğulup ma yapışıp çok yaptı. Yanına yan taştırmayın tuttu bir yere girizmeyi. Bu bir bratnik ediden. Şu hastaneye gelsen aparıp verdim. Büsbütün vakti. Sıkıla ben şimdi az bunlara bir nesek ara vermesek beni yiyecek bula. Aslan bunlara bir nəsə qərə verib sizlərə davamını aytamam. Tuxumdan işəb yeyişini toxtatqanımda onun nərsəni ürgətib aytıb götürüb ötəmə. Videonun axırından götürdüm. Şu mərdən bu bəradan 4 xil məhsulat. Əkkə, buğday, güyən, tarı. Bulayını qarab durdu. Qaşıb dur qaray. Ay, bu şuradan pastan dök, buraya qazıraq. Getdi. Yeyişlərə. Şu nərsələrini qışda bərsəyiz də sizlərlə tovuqlardan doğa qalasa. Bəradan azuqalarız kətdə nərsələ rol oynaydı ekan da, tuxum doğuşu üçün. Qışını günəm tüfələm yenə doğub turdu. Asta-sekin. Arqa üstünəm göt taşılıb turdu. Göt taşılıb deyəndə əgər taza başlauça çünməzlik mümkün. Lekin atak əvvəldən tovuq baxıb durgan adamlar bunu qaysı mənada aytıb durganım üçün turdular. Arka 4 süngəkində 2 dənə süngək oladı. Arasından tuxum gələdi. Aşını genlik mesafesi aytıladı. 3 barmaq, 4 barmaq sığadan olsa tuxum doğu bir yəni. 2 barmaq olsa səhər indi yaxınlaşatırgan oladı. Sıqılıb injindici gəplə. Bularını tuxum yeyişini toxtatışım üçün bularını bir brat aytdı indi əyrimlə yuto nəticə mümkün. Lan tumşqını qırqış gerek dediler. Azgına ucunu ösken yeri var dedi, teyini dedi, başkasını dedi, kırkasını dedi, azgına kanıydı dedi. Şu kanağanını dedi, keyin tuxum koyup versen şöyle dedi, tuxumu çok kıran vakti dedi, endiki geledi dedi. Tuxum çok iyiydi dedi, tuxum çok kıran vakti, al yakşenmesin bir bek buna. Bu taza karavay cüce bu. Bundan bir bratniki, bu ektelerdi bu. Vaktince berip tuttum ha. Sel əplölmeyin durpman, ahval ağırrak, davalap ber, deyene ekki verdim. Az bir yana çıkarabam, köçeye çıkarabam, görstemem bunu. Ha berdim ki köçede. Bu gel bir yana sonra köçede sen ikili.
tuxumni keyin astdan qo'yib berdim. Tumshuqini qirqqandan keyin, shundan keyin yemiydan oldilar. Bu birinchi sabab. Ko'rma, bu bir sababdan deb o'ylayman. Ikkinchi sababi bulara yem pishirib berib, shunga kalsiy qo'shib berib boshladim. Bozordan veterinar aptekadan kalsiy olib keldim. Kalsiy kamayib ketsa, shuning bo'ladi deb ayrim ko'pchilik odam desam bo'ladi. Kommentariyam yozdi. Uka, kalsiy kamayib ketsa, tovuq tuxum yeb boshlaydi, pat yeb boshlaydi deb aytdilar. Haqiqatda tovuq menga shuni yeb boshladi. Shuningdek, nima so'radi? Ko'chada ko'rgan antiqarniy narsalarni yeb boshladi. Masalan, patini yeb boshladi. Ko'chaga chiqarsang, paket, kulunka, shuni yeb boshladi. Ayrim ko'rgan narsalarni yeb boshladi. Keyin ko'p o'qildi, men chiqarmay qo'yadimmi? Sovuqni chiqarmay qo'yadim. Kasallanmasalar deb, aksincha chiqarish kerak ekan. Yerda ko'lanib, mayda doshlar, boshqa bir narsalarni yeyishlari kerak ekan-da bular. Biza masalan yem deb o'ylamaydigan narsalar shu yerda oddiy narsalar ham ko'p, masalan shu archadan tushishi mumkin, boshqa narsa daraxtdan shu narsalarni bular yesa, bular shu vitamin hisoblanadi ekan. Ham iloji boricha qurib to'lka minnicha, masalan go'shtchi dana deb aytaman men, bu narsa zo'r. Gap yo'q. Lekin ara-arada bulara sabzavotlar, mevalar berib tursangizlar zo'r bo'ladi ekan. Tanadagi hamma gormon me'yorda bo'lsagina tuxum yemaydi ekan. Tanadagi gormonlar o'zgarib ketsa, tuxum yeyishi, pat yeyishini olib keladi ekan. Oshishini e'tiborli bo'lasizlar. Men shu narsani to'g'rilash uchun bir где-то bir yarim haftadan vaqtim yetdi. Shundan keyin tuxum xudo xolasa olib o'tman. Tuxumlar hali kichkina, lekin tuxumni toza o'qib boshlashni bilinib turibdi rasmiy. Endi belgilar ham xudo xolasa xo'roz natibdi, xo'roz istabdimiz, nima bo'ladi ekan endi. Qog'oz o'rab. Bulara bir xo'roz akkashim kerak qo'shmaqa, to'g'riga men turibdi hozir sal yaxshi xo'roz chiqmayman debdi ben chetdan. Az bularni bitta danasini yesa, bularni ichana kirib dana beraman, orqalarni chiqarib obzorat ko'rsataman bularni. O'sganlarini nechik rol o'ynadi. 2-3 hafta oldi axir bularni. Ko'rsatmayman sizlarga. Ko'p odamlar, obunachilarimiz, ayrim obunachilarimiz zo'r. Bizani hamma qo'llab, like bosib kuzatadigan obunachilarimiz kommentariy yozib turdilar, boshqa videolarimizga ko'proq chiqaring deb. Shularni hurmati uchun yana video chiqaryapmiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz, like, podpis tursangiz, men so'nib chiqaraveraman. Sizdan hech narsa ketmaydi. Oddiygina bir knopkani bossangizlar bo'ldi. Hozir tepadagi jo'jalarni ham chiqarib ko'rsam, bular xudo xolasa o'njaydi deb o'ylayman. Mana shuni o'zimga sezilib turibdi, lekin sizlarga ham sezilsa kerak, ko'p ahvolda ko'rmayadi, ammo seziladi. Bularni o'sgan, hozir ko'chaga chiqaramiz. Yana ular. Ko'p oldu. 2-3 hafta oldu ketekdan chiqmadi axir bular ham. Bularni endi oddiyni qo'yishim kerak. Oddiyni qo'yib boqish kerak endi bu yerni. Ajrataman bularni xudo xolasa. Bu yerni tuxum berib, go'sht berib boqiladi. Yana bir где-то bir hafta ichida ajrataman bularni. Joyini to'g'rilayman. Yani gördük mesela yani özü daşlıya gelip oladu. Atızdan çıkardıdan ben daşlıya gelip şu nüvejden çok alıp yiyişi gerek eken bula. Özüne gerek öyle tap bir deyken şurada. Şu nüvejini yeseyken normalini burayı bir deykenler. Kurtolka en zor deneni versenin faydası yok eken çünkü. Şöyle itibarlı bolasla. Hem zor dene zorluk etmeyeyken. Özünü sel ceyder rakat koyuş gerek eken. Ve hiç köyleni bir işi gerek eken. Yine bulanı üçler. Yine tepedeki, on taraf tepedeki duran Karatay. Yine gördüysem daş et tuttu. Daş yeşil gerek eken çünkü özlemeydi. Daş, niye gittiğimi, aşın katı gerek olan dersen o da iyi başı gerek eken ama. Kokurdap başladı kubuşu. Tüm kiçkine vezleyken bel Pepe. Oh. Aslan kanatın kartasa. Oh. Esecek kubula birbirine. Aranda törde arkalara mürttü. Anda. Törde. Yani esirdi. Bu geyirli veri çıkmadı bu. Şu 3 hafta elden ekkep taşavedim ağam. Sel mazası yok davalap üzerine ekkep diklendirip bermana da ekkep verdim. Neçik? Bolan veç. Yaldırap döşekarını yaldırap. Arkaladan kişkinarak bu.
Esirtirtira bir-birine. Sırşa karangla sırşa. Dur. Vuruşmangla. Ana. Bula vuruşsa bo'lmaydi. Zayna kiritib qo'yamiz. Karavay. Asta. Barrak yuringlar, barrak. Shorakdan janovar. Klub ishini bizani firmamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, sizlardan like, podpiska, YouTube kanalimdan do'stlar, sizlar qo'llab-quvvatlab tursangizlar, xudo xolasa qo'limdan kelganicha vaqt topib videolarni chiqarishda davom etaman. Hammaga rahmat.